Diqqat aholiga shoshilinch xabar. Ertaga 23-iyun kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida boshlanadi. Barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet 23-iyun kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyati, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, videorolik keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like bosishni unutmang.